Biz har kuni foydalanadigan bank kartasi o'zi asli qachon va qanday paydo bo'lgani haqida eshitganmisiz? Bugun birgalikda shu haqida bilib olamiz. 20-asr boshlarida turli ko'rinishdagi to'lov kartalari chiqarilgan bo'lsa-da, 1958-yilda Bank of America, Bank Americard nomli kredit kartalarini taqdim qildi. Ayni shu kartalar keyinchalik Visa kartaga aylangan. Bankomatlardan pul yetsa bo'ladigan kartalar esa ilk bor 1967-yil Londonda Barclays banki tomonidan taqdim qilingan. O'zbekistonimizda esa bank kartalari Visa va Mastercardlar 1994-yildan foydalana boshlangan ekan. Ayni vaqtda dunyo bo'ylab faol foydalanilayotgan bank kartalari soni hatto 20 milliarddan ham oshgan ekan. Aytgancha, Janubiy Koreyadagi yurtdoshlarimizga pul o'tkazish xizmatlaridan tashqari bank kartalari va hatto mobil sim kartalar ham taqdim qilayotgan Hanpas kompaniyasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. O'zim ham ayni vaqtda ushbu kompaniyada faoliyat olib borayotganim uchun mobil xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lgan obunachilarimizga hatto maxsus sovg'alar ham tayyorlab qo'ydik. Yanada batafsilroq ma'lumotlar olish uchun hamkorlikda video joylagan Hanpas Mobile sahifamizga o'tib bilib olishingiz mumkin.